Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Avvalambor Alloh taologa hamd, payg'ambarimiz Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'pdan ko'p salovat va salomlarimiz bo'lsin. Bizlarga Alloh taoloning rahmati, payg'ambarimizning shafoati nasib aylagan bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aziz birodarlar, yurtdoshlar, mo'min musulmonlar, muslimalar, tahorat kitobiga ham keldik. Xudo xohlasa tahorat kitobini ham o'qiymiz. Birinchi bob tahorat haqida kelgan xabarlar va Alloh taoloning namozga tursangiz yuzlaringizni va qo'llaringizni chig'anoqlarigacha, boshlaringizga masx tortib, oyoqlaringizni to'piqlarigacha yuvinglar degan so'zi haqida. Moida surasi 6-oyat. Abu Abdulloh aytadi, Nabiy sallallohu alayhi va sallam tahoratning farzi bir martadan yuvish ekanini bayon qilganlar va o'zlari 2 martadan ham 3 martadan ham yuvganlar, ammo 3 dan ziyoda qilmaganlar. Ahli ilmlar bunda isrofga yo'l qo'yishni va Nabiy sallallohu alayhi va sallam qilganlaridan oshirib yuborishni karih ko'rganlar. Ushbu bobda hadis keltirilmagan.